va to'rt. Nomingizdan kelishsa, sizni nomingizdan kelishsa, polniy bak bizga qo'yib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga pul topar Shinera 30 qo'sh balonlarni ko'rsatamiz. Mana hozirgina treylerdan tushirib olish jarayonlari bo'lyapti. Issig'ida sizlarga ko'rsatdik. Sababi bu mashinalar unaqa ko'p salonda turmaydi. Mijozlar talashib olib ketadigan model. Hozir ham to'lagan klientlarga telefon qilib olib ketishligini so'rab qolamiz. Lekin men sizlarga birinchidan ko'rsatdik. Shinera 30 bu qo'sh balonli versiyasi, yangilangan 1.6 shu atmosferniy motor. O'zimiz Nexia motor deyishdi. Xuddi shunaqa versiyasidan bortning uzunligi ham 3 metrdan oshiq, yuk ko'tarish hajmi ham 2,5 tonnagacha bemalol ko'taradi. Lekin bir xil payt mijozlarimiz 4 tonna ortishyapti. Unaqa ortishni maslahat bermaymiz, sababi avtomobilga 4 tonna juda ham og'ir hisoblanadi. Lekin ko'taradi mashina. Bu prosta unaqa katta yuk ortmaydi. Lekin 2,5 tonnaga menimcha normalniy hozir bunaqa gruzoviklarga вообще zo'r variantda. O'zbekistonda yig'ilayotgan variantlar, xudosi mana hozirgina keldi, joyida tushiryapti. Men joyida sizlarga video qilib beraman. 56 million boshlanish to'lovi bilan chiqadi. Bemalol avtosalonga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 5 yilgacha, xohlasanglar 2 yil, 3 yil, 4 yil o'zingizga variant qilib olsanglar bo'ladi. Krosslar juda ham chiroyli, yuk ko'tarishi ham yaxshi, ya'ni ishlatadigan, mehnat qiladigan mana shu avtomobilimizda qolgan markalarimizga qaraganda bemalol nima deydi, o'zini o'zi eplab, pulni ham, oylik to'lovlarni ham to'lab yuradigan mashinalardan bittasi hisoblanadi. Ichi ochiq ekan. Mana yangi xudosi yetib keldi. Hozir hamma tushirib olamiz. Mana ichki salondan qaranglar. Rullari ham juda ham yumshoq, sidenlari mana koja mana. Qaranglar mana mazza. Monitorlari bor, konditsioner, pechka, xullas. Mana eng qizig'i bu ichida o'tirgan odam ba'zi bir avtomobilga o'xshab siqilib o'tirmaydi. Ichi ham keng, haydovchiga ham qulayliklar bunda anchagina boshqa xuddi shunaqa segmentdagi avtomobilga nisbatan anchagina yaxshi. Sababi olayotgan mijozlar bilan gaplashyapman. Ayniqsa mana shu restyling yangilangan. Eng oxirgi o'sha chiqayotgan versiyalarni xarid qilayotgan mijozlar mamnun. Sababi men o'zim necha marta ko'rdim, bitta olgan odam ikkita yana qo'shimchasi olib kelishyapti, tanishlarini olib kelishyapti. Unaqa klientlarga xudo xohlasa bonuslar bilan cho'tki qilib beramiz, bilasizlar. Yana onasini emsin deydi-ku. Mana shu avtosalondan Sergelida 5-metro bekatdan olgan klientlarimizga xudo xohlasa polniy bak benzinlarni ham qo'yib beramiz. Muammosi yo'q, klientlarimiz xursand bo'lsa bo'ldi. Ichki salonlarni bitta o'tiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatdan mana o'tirganda endi boshqa modellarni aytmayman. Mana 1-2 yuk avtomobillarga o'tirib ko'rganda tanishlarimiz olgan edi. Ichi ancha nima deydi, o'tirganingizda boshingizni ham tep qoladi. Meni bo'yim 1.78, lekin men uni balandligini ko'ryapsizlar. O'tirganda ham anchagina qulay o'tiribman. Yurishlari ham haydab ko'ringlar, bemalol kelib test qilib ko'ringlar, yuk ortib ko'ringlar. Yokida olgan tanishlardan so'ranglar. Mana shu yangilangan versiyasida ancha o'zgarishlar bo'lgan, ramalarda o'zgarish bo'lgan, yuk ko'tarish hajmlari ham ancha o'zgargan, ancha oldingilarga qaraganda baquvvat qilingan. Sababi bu o'sha restyling, yangilangan komplektatsiya. Avtosalonga kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman, telefon qilinglar, xudo xolasa o'zimni bolalar shunda sizlarga tushuntirib berishadi. Yukini ko'tarishi ham, bortining uzunligi ham 3 metrdan oshiq bort. Menimcha bunaqa normalniy bunaqa avtomobillar. Bunga tent qolsanglar bo'ladi. Yo'qda men yana bunaqalarga metal qilib, temirlar qilib, qirilib ketmaydigan qilib mijozlarimiz qolganlarni ham ko'rdim. Juda ko'p, talab tez sotilib ketadigan model. Pastda nomer qoldiraman, telefon qilsanglar, xudo xolasa informatsiya berishadi. Lokatsiyani tushuntiraman. Toshkent shahar, Sergelida, mana bu yerda 5-metro bekat, mana. 5-metro bekat bor. Bu yoqda Qipchoq bekati, bu yoqda Chinor bekati. 2 metro kesishmasida shuni joylashgan. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, muammosi yo'q, lokatsiya tashlab berishadi. Kelib bemalol haydab ko'ringlar, test qilinglar, yo'q solinglar, muammosi yo'q. Hozirda bu avtomobillar xudo xolasa bolalar uchun hammasi vinkodlarni olishyapti, sababi sotilganlari bor, lekin orasidan 3-4 tasini muammosi yo'q qilib beramiz. Bezovchat qilib, chiroyli qilib, kuttirmaydigan qilib bolalar chiqarib berishadi. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Undan tashqari T30 qo'sh baloni agar sizlarga qimmatli qilsa, yakka balon va T30. Nomingizdan kelishsa, sizni nomingizdan kelishsa, polniy bak bizga qo'yib beramiz. Eshitdinglarmi, jigarlar mana? Obunachilarimiz uchun Shinera T30 yoki boshqa Shinera olsanglar ham farqi yo'q. Boshqa T30 mi, T32 mi, T50 mi, T52 mi, assortiment ko'p bizda. Xarid qilsanglar, mana polniy bak benzin ham bolalar qo'yib berishadi. Muammosi yo'q. Joningiz sog' bo'lsin.